boy bo'lsam, katta daromadim bo'lsa, xotirjam bo'laman, salomat bo'laman deb o'ylayapmiz. Mana shu fikr juda ko'pchilik musulmonlarning kallasiga kirib qolgan. Faqat puling ko'p bo'lsa, xotirjam, salomat yashaysan degan tushuncha bu dinsizlarning tushunchasi. Allohni tanimaganlarning tushunchasi. Xo'p, mana shu tasavvur bilan yashayotgan odam albatta dunyoda salomat bo'lmaydi. Xotirjam bo'lmaydi. Chunki salomatligi bilan xotirjamlik Allohning dinini ushlashlikda, taqvoda edi. Xo'p, faqat pul topsam zo'r bo'ladi hayotim, salomat bo'laman, omon xotirjam bo'laman degan g'arb odami. Qarangda, o'sha pulni topgani ham baxtsiz, topmagani ham baxtsiz. Ammo biz aytayotgan shariatni mahkam ushlab, shariat manhaji bilan yashayotgan taqvodor mo'minlarni qarangda. Agar biz aytayotgan shartlar unda topilsa, taqvo, manhajda turish, boyi ham, kambag'ali ham saodatlik, salomat va xotirjam.